Inson baxtni axtarar. U anglamaydi. Uni yerda tik tura olgani, qadrsizlangan baxtligini. Uni muammosi ham yo'q aslida. U faqat sinovga turib bera olmay, o'ziga muammo yaratib olar. Qaysar fe'l kelishni bilmagandan keyin taqdirga yuklab, yo'qotishlarga tayyor bo'lib olar. O'zidan bechorani yasab olgan ego baxtni insonlardan axtarar. Inson xatosi shuki, baxtini uzoqdan izlab, oyog'i ostidagi baxtni ko'rmay toptar. Aslida o'zida borini tan ola bilganidir asl baxt.